Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrdan podpischilar. Bir ikki oldin qo'ygan kuter apparatimiz xudo olib tayyor bo'ldi mana. Cho'larni o'tkilab, dozorlarni qo'yib qo'ydik. Jog'in tepasiga kirishkasi bu. O'zini kirishkasi, tepa kirishkasi bu. Hashak bu tomondan tushaveradi mana. Makka yarma qilib ko'rsatib chiqarib o'tamiz. Ligirovkasi mana shu joydan. Bu yoqqa prosalaring ligirovka qilsa bo'laveradi. Qo'l mevalar to'g'ri beradigani, karma yo'q beradigani, qizilcha, sabzi, olma, shunaqalarni to'g'ri beradigani bu apparati, yarmi apparat bunisi mana. Rechagini bitta ko'tarib olib qo'yish oson bu yog'ini. Makkani yarma qilib chiqarib ko'rsatib o'tamiz. Undan oldin bitta ma'lumotlarni berib qo'yayin. Hech qo'yib beradigan nima bu? Mana shu joyga bitta qo'yib olsa bo'ldi. Kamiga o'ziga qapqagan bo'ladi, shuni bekitib qo'ysa bo'laveradi. Mana shu ochiq joydan 224 ta ishlayapti. Apparatimiz o'zi vaqti shikolat holatda turibdi mana. Ranglaridan ham zavodskiy holatda turgan. O'zini birkasi mana shu mana. 89-yil ekan akalar. Yarmasini chiqarib ko'rsatib o'tamiz mana hozir. Mana shu joyiga to'ldirib qo'yilaveradi. Olovchilar bu idishini kattaroq qilsa ham bo'laveradi. Mana hozirga chiqarib turgan razmeri mana shunaqa qilib chiqarib beraveradi akalar mana. Mayda yirik yangi ochgan cho'jaga yeydigan qilish darajasigacha mayin qilsa bo'ladi. Bitta xo'jalikka bu asosan katta ob'yomlik kerak bo'lsa, boshqacha turlardan topib berilaveradi. Bu hozir Ashibda uyga o'zimga ishlataman, universitetning apparat ekan degan akalar uchun tavsiya qilaveramiz akalar. Adresimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Xohlovchilar aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mavjud. Kelishilgan narxda yetkazib berilaveradi. Kimga yoqadigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirasizlar akalar.